Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi siz aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Jadid adabiyot namoyandalaridan Usmon Nosir kitobini o'qib eshittiradi. Marhamat. Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishni orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari, jadid adabiyot namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlashmoqda. Xalq ma'naviyatini boyitish yo'lida olib borilgan kurashlar, milliy matbuot, adabiyot va teatrning odamlar tafakkurini oshirishdagi ahamiyati haqida asarlarda kuyunib yozgan, bu borada fidoyilik ko'rsatgan. Alal oqibat qatag'onga uchraganlar haqida so'z borarkan, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Usmon Nosir, Is'hoqxon Ibrat siymolari ko'z oldimda gavdalanadi. Kitobxon jadid adabiyot namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarimizni o'qir ekan, o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatanni va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topadi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.